Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Xitoybeydan eksklyuziv mashinkalar. Xitoybey tekshiruvdan o'tgan navbatdagi apparatimiz o'z egasiga yo'l olyapti do'stlar. Mini Pro T2 ikkita mashinkasidan mana yo'l olyapti. Ikkita mashinka, bitta blok pitaniya fermalariga Mini Pro T2 ikkitalik kafolat qog'ozlar yozib berildi. Xo'p, Samarqandga yo'l oldi Mo'minjon aka 2026-04-11. Xo'p, qaranglar, bu yerda mashinkalar o'zlarida bor ekan. Blok pitani bizdan oluvlar, komplekt qilib mashinkalarni polni remontini qilib, Xitoybek tekshiruvdan o'tkazib, mana 2026 shu Xitoybek tekshiruvdan o'tkazib, blok pitaniyasi bilan qilib berildi. Kabel blok pitaniyani o'zi 3,5 million so'm bo'lyapti. Shtekir pittekir tayyor ulabish va remontiga отдельный summa. Lekin blok pitaniya 3,5 million so'm, kabel shtekirlari bilan. Zapas pichoqlar qo'shtirib olyaptilar mana. Mana shunday holatda ketyapti. Mini Pro T2 professional o'z egasiga mana do'stlar yo'l olyapti. Xo'p, qaranglar, komplekt turishi agar bitta mashinka bilan olamasangiz 5,5 million so'm, hozirgi kunda 2026-04-11-kundagi narxi 5,5 million so'm. Agar ikkita mashinkasi bilan shu turishda komplektni olamasangiz 8 million so'm. Dastavkasi ham ichida do'stlar. Dastavkasi ham ichida, har bittasiga ikkitadan zapas pichoq qo'shib beriladi mana. Bitta mashinkasida o'sha bitta mashinka blok pitaniya o'sha ikkitalik bo'ladi, T2 bo'ladi, оборотlar likrovka bo'ladigan ikkita zapas pichog'i, yog'i mana. Yog'i ham do'stlar ichida mana. Yog'i ham mana ichida. Shunaqa holatda dastavkasi ham 5,5 million so'm. Ikkita mashinka bilan 8 million. Demak, qo'ydi junni olayotgani, ishlayotgani Mashinka Bus Telegram kanalimizga o'tsalaring, o'sha yerda bor do'stlar. Mana 2026-04-11 o'z egasiga yo'l olyapti do'stlar. Professional, ishonchli, tekshirilgan apparatlar do'stlar. Ko'p qo'ylar junni olish uchun qolgan ma'lumotlar Mashinka Bus Telegram kanalimizda. Oybeyga mana apparatingiz, mashinangiz zo'r ishlayapti. 1 yil kafolat bergan sizlarga. Kundan beri bexato ishlatyapmiz mana. Olishlari zo'r. Tiq degan narsa yo'q-da. Mana apparat zo'r ishlayapti. Oybekjon, katta rahmat. Sizdan mashinka oldik. Zo'r olyapti, ishlashiga gap yo'q. Yasang, to'lonsiz gapirmas. Mana qiyin bitib ketgan sovg'alarni ham olyapti. Olishi zo'r, ko'pki. Pullar bad ko'rmasin. Mana bunisi ham zo'r ishlayapti. Mana. Yetarli. Oybekjonga katta rahmat. Akalar, mana Oybek akadan Mini Pro T2 oldik. Mana quyi junni olamiz. Nasib bo'lsa olib bo'lingan joyini ham o'z qo'yamiz. Olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Marhamat. Muxlislar, agar shunaqa xizmatlar bo'lsa murojaat qilaveringlar. Mana qadrdonlar, ishlash juda ham tez. Bosdingmi? Ha. Mana muxlislar, ishlangni, o'tib ketadi. Mana 5 minut 5 daqiqaga. Xo'p, bilinglar, murojaat qilib qolinglar.